أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 46 سورة Ahqob Mekkede nazil bo'lgan 35 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehribon Allah'ın ismi bilan boshlayman. Hamim. Bu Qur'on g'olib, hikmat bilan ish qiluvchi Allah tarafidan nazil qilingandir. Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni haq asosida muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha qoladigan qilib yaratdik. Kafirlar ogohlantirilgan narsalardan yuz o'rguvchidir. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarning ahvolini aytib beringlar. Ular zaminning qaysi qismini yaratganligini menga ko'rsatinglar. Yoki osmonlarni yaratishda ularning Alloh bilan o'rtoqligi bormi? Bu Qur'ondan ilgari sizlarga nazil qilingan kitob yoki ilgirkilardan qolgan ilm bo'lsa menga aytib beringlar. Agar sizlar rostchil bo'lsanglar. Allah'ını qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdanmi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, kofirlar o'zlariga kelgan haqiqatni, ya'ni Qur'onni baholab bu ro'shan sehrdir deydi. Yoki ular Qur'onni u ya'ni Muhammad alayhissalom o'zi to'qigan deyishamdi? Aytqinki, agar uni men to'qigan bo'lsam, sizlar mendan Allohning azobidan hech narsani dafi qilolmaysizlar. Sizlarning Qur'on to'g'risidagi tuhmatlaringlarni Alloh obdan biladi. Allah men bilan sizlarning oranglarda guvoh bo'lishga yetarlikdir. Alloh tavba qiluvchini mag'firat qiluvchidir, mu'min bandalarga nihoyat mehribondir. Aytqinki, men Allah insonlarni tavhidga da'vat qilish uchun avatgan tunji payg'ambar emasman. Mendan ilgari nurg'un payg'ambarlar ib kelgan vahiy bilan keldim. Nemishqa meni inkor qilsizlar, menga va sizlarga nima qilinganligini uqmayman. Chunki Allohning taqdirini oldin uqilolmaydi. Men faqat menga vahiy qilingan narsaga ergishiman. Men faqat sizlarni Allohning azobidan ochiq ogohlantiruvchiman. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlar aytib beqinglarchi, Qur'on Alloh tarafidan nozil bo'lgan tursa, sizlar uningga ishonmasanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Isroil avlodidan bir guvohchi Qur'onning Alloh tarafidan nozil bo'lganligiga guvohlik berib iymon keltirsa, sizlar takabburlik qilib iymondan bosh tortsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Shubhisizki, Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Kafirlar mu'minlarga agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular yana ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi dedi. Ular Qur'on bilan hidoyat topmaganliklari uchun bu qadimgi o'ydirmadir deydi. Qur'ondan ilgari Musoning kitobi yana Tavrat ahli jahonga peshvo va rahmat edi. Bu arab tilidagi kitobdir. Ilgirki kitoblarni tasdiq qiluvchidir. Allah uni zolimlarni ogohlantirish uchun yaxshi ish qiluvchi mu'minlarga jannat bilan xushxabar berish uchun nozil qildi. Parvardigorimiz Allohdir degan, ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga shubhisizki kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Ani shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. Bu ularning qilgan yaxshi amallarini mukofotlash uchundir. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. İnsanni onasi mushaqqat bilan qo'rsoq ko'tirib, mushaqqat bilan tug'di. Uningga qo'rsoq ko'tirish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir. Toki u buvoq o'sib, kuch-quvvatga to'lib, 40 yoshga yetganda, u Parvardigorim, sening menga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishni va sen rozi bo'ladigan yaxshi ishni qilishimni menga ilhom qilgin. Men uchun mening avlodimni tuzigin, ya'ni mening avlodimni yaxshi odamlar qilgin. Men haqiqatan sana jimi gunohlardan tavba qildim. Men haqiqatan musulmonlardandurman deydi. Ani shunday kishilarning yaxshi ishlarini qabul qilib, yomon ishlarini kechirim qilamiz. Ular Alloh yomon ishlarini kechirganlar bilan jannatda bo'ladi. Bu ularga qilingan rasvadidir. Ba'zilar ota-onasiga, "Voy, sizlar meni qayta tirilishdan qo'rqityapsizlar? Mendan ilgari nurg'un ummatlar o'tdi. Ulardan hech odam tirildirilgani yo'q"
deydi. O ikkisi Allohga faryod qilib, "Voy sana, iymon etqin, Allohning va'dasi haqiqatan haqdir" deydi. Bu faqat avval qiladan qolgan afsonadir deydi. Ana shunday kishilarga Allohning azob qilish so'zi haqliq bo'ldi. Ular bo'lsa ulardan ilgari o'tgan insonlardan va jinlardan bo'lgan ummatlar qatoriga kirgizildi. Ular haqiqatan ziyon tortquvchi bo'ldi. Mu'minlarning va kofirlarning hammasining qilgan amallariga yarasha darajalari bo'ladi. Ularning amallarining savobi va jazosi kam ziyoda qilinmay, to'liq beriladi, ularga zulm qilinmaydi. Kofirlar do'zaxga to'g'rilangan kunda ularga ayiblash yuzidan aytiladi. Sizlar lazzatlaringlarni hayoti dunyoda bahramon bo'lib tugatdinglar. Sizlar zaminda haqsiz ravishda cho'ngchilik qilib, iymondan bosh tortgandinglar va Allohning itoatidan chiqqanliginglar tufaylidan bugun qarqig'uvchi azob bilan jazolanasizlar. Ey Muhammad, otning qarindishi, ya'ni Hud alayhissalomning o'z qavmi bilan bo'lgan qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u Ahqob degan yerdagi qavmini Allohning azobidan ogohlantirdi. Onundan ilgari va onundan keyin nurg'un payg'ambarlar o'tdi. O ya'ni Hud qavmini ogohlantirib aytdi: "Sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Men haqiqatan sizlarning Allohdan g'ayriga ibodat qilishinglar, buyuk kunning azobiga qilishinglardan qo'rqaman." Ular: "Ey Hud, sen bizni ilohlarimizdan to'sqili keldingmi? Agar sen so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizni qo'rqitgan azobni keltirgin" dedi. O sizlarga azobning qachon kelishini faqat Alloh biladi. Men sizlarga avatilgan narsani tabliq qilaman, va lekin men sizlarni nodon qavm ko'raman dedi. Ular o'zlarining va'dasiga surilayotgan bulutni ko'rib, "Mana bu bizga yomg'ir yog'diruvchi bulutdir" deyishdi. Hud aytdi: "Undaq emas. O sizlar baldurroq ishqa eshishini talab qilgan narsadir. O bir bo'ron bo'lib, uning ichida qattiq azob bor. O Parvardigorining bir amri bilan hamma narsani halok qiladi. Shuning bilan ularning joylarining, ya'ni turgan makonlarining izidan boshqa narsa ko'rinmaydigan bo'lib qoldi. Gunohkor qavmni mushundoq jazolaymiz. Biz ularni, ya'ni ot qavmini, pul-mol, kuch-quvvat jihatda sizlarni qodir qilmagan narsalarga qodir qildik. Ularning shu ne'matlariga shukr qilib, bu orqali ne'matlarni berguvchi Allohni tonish uchun ularga quloq, ko'z, qalblarni berdik. Ular Allohning oyatlarini inkor qilganliklari uchun ularning quloqlari, ko'zlari, dillari ulardan Allohning azobidan hech narsani dafi qilmadi. Ular masxir qilgan azob ularga nozil bo'ldi. Ey Makka aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ularni kufrdan yonsin deb oyatlarni takror bayon qildik. Ularga azob kelganda, ularning Allohga yaqin qiladi deb Allohdan boshqa tutgan ma'budlari ularga nimishqa yordam qilmadi, balki ularning ma'budlari g'oyib bo'ldi. Bu ularning uydurmasidir va Allohga chaplagan bo'xtonlaridir. Ey Muhammad, o'z vaqtida bir turkum jinlarni sana Qur'on tinglashga avatdik. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda jim turinglar deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. Ular aytdi: "Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nozil bo'lgan, uningdan ilgirki kitoblarga uyg'un keladigan, haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tanışhidik. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qiluvchi, ya'ni Muhammad alayhissalomning da'vatini qabul qilinglar va Allohga iymon etinglar. Allah ba'zi gunohinglarni mag'firat qiladi, sizlarni qattiq azobdan saqlaydi. Kimki Allohga iymon etishga da'vat qiluvchining, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmasa, azobdan qochib qutulolmaydi. Allohdan boshqa uni Allohning azobidan saqlovchi yordamchilar bo'lmaydi. Ular, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmovchilar o'pochiq gumrohlikdadir. Kafirlar bilmamdiki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Alloh o'liklarni tiriltirishga qodir emasmi? Durust, u haqiqatan har narsaga qodirdir. Kafirlar do'zaxga to'g'rilanadigan kunda ularga bu yana sizlar tetayotgan azob rost emasmi deyiladi. Ular Parvardigorimiz bilan qasamki, albatta rostdir deydi. Alloh ularga kafir bo'lganliginglar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Ey Muhammad, sen mushriklarning sağan jafosiga irodalik payg'ambarlar savr qilgandek savr qilgin.
ularga bo'ladigan azobga oldirib ketmagan. Ular oxiratda va'da qilingan azobni ko'rganda, ular dunyoda go'yo kunduzda birdamla turgandek his qiladi. Bu Qur'on sizlarga tabliğdir. Faqat fosiq qavmlar halok qilinadi.